Dars. Yana Abduqodir Husanov haqida. Erondagi o'yindan keyin Abduqodir Husanov haqida tan olaman, o'zim ham yozdim. Umuman olganda esa so'nggi aytiga 1,5 kundagi voqealar, fikrlar, podkastlar, hatto futbolga aloqasi bo'lmagan sayt va kishilarning Husanov yomon o'ynagani haqidagi fikrlari haddan tashqari ko'p. Hamma ham menga o'xshab bir jumladan yozsa ham, hammasi yig'ilib mana shu noadabiyat darajada mubolag'aga aylanishi tabiiy. Yana bir sabab, insonning biror fikr va taxminlari keyinchalik fakt bilan tasdiqlansa, u yanada faollashadi. Bir paytlar United Lisandro Martinesni Ajaxdan sotib olganda, Jamie Carragher futbolchining bo'yi pastligi bu Angliyada muammo bo'lishi mumkinligini aytgan. Martines ilk o'yinlarda muvaffaqiyatsiz o'ynab, aynan yuqori qavatdagi kurashlarda boy berish tufayli jamoaga gollar o'tkazgach, Carragher yanada faollashgan edi. Bu tabiiy. Shu paytgacha qaysi futbolchiga qanday baho berilganiga e'tibor bermagan, ko'pincha jiddiy olmaganlar ham endi buni asosiy o'lchov sifatida ko'rishdi. Qaysidir ma'noda Husanovning kutilgan o'yin ko'rsata olmagani haqidagi taassurotni fakt sifatida asoslantirib qo'ygandek edi o'sha baho. Hatto boshida vahima qilmaslik kerakligini yozib, Husanov jamoasini himoya qilganlarning ham fikri o'zgardi. Ayni damda Husanov O'zbekistonda futboldan kattaroq shaxsligini, ya'ni futboldan uzoq bo'lganlar ham taniy boshlagandan inobatga olsak, kartina yanada o'zgaradi. Futboldan uzoq bo'lgan ommaviy shaxslar ham, demak, futbolchi tadbirda qatnashsa yoki sovg'a olsa, darhol buzilib qolar ekan degan tezkor xulosa bilan tinmay yozib yotishibdi. Ammo baribir ajratish kerak. Aslida Husanov mana shu taassurot darajasida yomon o'ynamadi. Qayerdadir ulgurmadi, qayerdadir o'tkazib yubordi, to'g'ri, ammo muvaffaqiyatli harakatlari ham bor. Ba'zi o'rinlarda qutqardi ham. Yaqqol golga sabab bo'lmadi, hal qiluvchi xato qilmadi asosiysi. Futbolchi ayniqsa himoyachi faoliyatida bo'lib turadigan o'yin. Aminman, Husanovning o'zida ham faoliyatida shunday o'yinlar ko'p topiladi. Xo'p, unda nega bunaqa reaksiyalar ekanini avvalroq Qirg'iziston hamda Eron bilan o'yinlardan avval yozgan maqolamdagi quyidagi jumlalar ham ifodalaydi. Husanov ilk kunlardan Angliyaga normal darajada mehnatkash, kamtar futbolchi sifatida kirib keldi. Hatto Gvardiolaning ham uning haqidagi ilk fikrlari professionallik bilan kamtarlik bilan bog'liq bo'ldi. Bu juda muhim. Husanov hali ham shunday, shubha yo'q. U mehnatkash, kamtar, ikkita video yo mashina uni buzmaydi, aniq. Ammo o'sha dastlabki taassurot, imijning saqlanishi ham ahamiyatli. Shu ma'nodaki, ertaga u xato qilsa, muvaffaqiyatsiz o'yin o'tkazsa ham oddiy qabul qilinishi, uning professionalizmga shubha tug'dirmasligi kerak. Agar futbolchida yomon imij shakllansa, har qanday xato shunga bog'lanishi, sabablar chetdan axtarilishi ko'payib ketadi. Bu futbolchining ruhiyatiga ta'sir qiladi. Ingliz matbuoti shafqatsiz, yomon imijni qo'ying, hatto nofutbol faoliyat ham zarar berishi mumkinligini Markus Rashford misolida ko'rganmiz. U karantin paytida bolalar uchun xayriya ishlar tashkil qilib, yaxshi e'tibor qozondi. Mamlakat miqyosida tilga tushdi. Keyin esa har bir muvaffaqiyatsiz o'yini o'sha ishlar bilan bog'lana boshlandi. Rashford boshqa ishlarga berilib futbolni o'ylamay qo'ydi degan fikrlar ko'paydi. Bir paytlar Mbappe darajasida ko'rilgan yulduz hozir qayerda ekanini ko'ryapmiz. Hozir yaxshi hammiz, ertaga Xudo ko'rsatmasin, Husanov o'yinida pasayish bo'lsa, yosh futbolchida bu ham tabiiy. Yana bunaqa videolar ingliz tili matbuotida yana ham yomon muxlislar orasida aylanib yurishini tasavvur qilyapsizmi? Turlicha xulosalar bilan, to'g'ri bo'lmasa ham ta'siri bor buni. Bu fikrlarni Abduqodir Husanov Toshkentga kelgan birinchi kunlarda yozgan edim. Shunchaki o'sha fikrlar isbotlandi. Amaldagi qanday bo'lishi kichikroq ko'rinishda namoyon bo'ldi. Shu xolos. Ya'ni futboldan tashqaridagi salbiy tasavvur qanday qilib futbol bilan chambartas bog'lanib ketish haqidagi namunaning guvohi bo'ldik. Ishoning, men ko'p futbol ko'rganman. Husanov mana shu so'nggi haftada ideal rejimda yashab, vaqtida shug'ullanib, vaqtida dam olib ham muvaffaqiyatsiz o'yin o'tkazishi mumkin. Yoki aksincha, yomon tayyorlanib, noto'g'ri ishlar qilib ham uchrashuvning eng yaxshi bo'lish ehtimoli ham bor edi. Ya'ni futbolda ham hayotdagi kabi doim ham sabab va oqibat to'g'ri bog'lanmaydi. Boshqa faktorlar ham ishlab qoldi, ammo yana shuni unutmaslik kerakki, yomon oqibat sodir bo'lganda albatta mos sabablar qidiriladi, topib bog'lanadi. Rossiya terma jamoasi 2008-yilgi Yevropa chempionatida furor ko'targach, keyingi jahon chempionatiga chiqa olmagan. Hal qiluvchi o'yin Sloveniyada kechgan va ruslar mag'lubiyatga uchraganda, o'yindan bir kun oldin futbolchilar mehmonxona yaqinidagi klublardan birida vaqt o'tkazgani haqidagi videolar chiqqan. O'sha o'yinda esingizda bo'lsa, Andrey Arshavinning o'sha mashhur "Sizning bizdan umidingiz bu, sizning muammo" degan gapi bilan tugagan. Bilmaymiz, axir bu birinchi marta emasdir. Xuddi shu futbolchilar avval ham aytaylik, Angliya ustidan g'alaba qozonishdan oldin ham xuddi shu ishni qilgan, balki. Keyin zo'r o'yin ko'rsatishgan, lekin u unutiladi. Yuqorida aytilgandek, yomon sabablar doim yomon oqibatga olib bormasligi mumkin, ammo doim yomon sabablardan qochish, tiyilish talab etiladi. Bu qoida. Yana shuni e'tiborga olish kerakki, bizda Abduqodir Husanov bitta xolos. Angliyada yagona umidimiz hozircha. Tabiiyki uni yaxshi ko'ramiz. Unda hammasi joyida bo'lishini istaymiz. Menimcha har qanday yurtdoshimiz shunaqa. Mana shu holatda ham shunchalik tanqidlar, fikrlar yangradimi? Demak, agar shunga o'xshash holat Xudo ko'rsatmasin Angliyada bo'lib qolsa, tasavvur qilavering. Chunki u yerda Husanovlar ko'p. Klub belgina transfer yoki ijara shartnoma bilan muammoni hal qilish imkoniyati bor ekan, u yerdagi muxlislar ham, jurnalistlar ham ayab o'tirmaydi. Osongina voz kechadi, ishonavering. Shu holatda ham baribir uch jihat odamni xursand qiladi. Birinchisi, futbolimiz bilan bog'liq holatda haydiyatga uning aybi yo'q hisobi. Yuqorida misol keltirilgan Arshavin yoki Rashford bevosita aloqasi kam. Shunchaki hammada bo'ladigan birgina muvaffaqiyatsiz o'yin biroz hodisani bo'rttirib yubordi xolos. Abduqodir hali ham futbolni zo'r o'ynaydigan, mehnatkash, kamtar yosh yigit. Hech narsa o'zgarmadi. Ikkinchisi, agar biz buni qaysidir ma'noda xulosa chiqarish uchun dars deb qabul qilsak ham, natijaga u qadar putur yetmagan holda juda kam yo'qotishlar bilan sodir bo'ladi. O'zbekiston shu ikki o'yinda qoniqarli natijani qo'lga kiritdi. Husanovning muvaffaqiyatsiz o'yindan jabr chekmadik.
Uchinchisi, vaziyatni futbolchining atrofidagilar, avvalo agentlari, oilasi uning o'zi yetarli dars oldi deb o'ylayman. Keyingi safar hammasi boshqacha bo'lishi, futbolchi turli salbiy ta'sirlardan itoatlanishiga umid qilaman. Ba'zilar buni masalan umuman hech kim bilan ko'rishmaslik, qanaqadir masofa qo'yish sifatida aytyapti, nisbatan to'g'ridir. Ammo shaxsan menga Kante yoki Modrich kabi futbolchilarning harakatlari yoqadi. Masalan, Nuqsonovning o'zbek mahallasiga kelib yo biror futbol maktabiga tashrif buyurib, u yerdagi bolalar bilan biroz to'p tepishi, biror xayriya tadbir yoki qanaqadir o'zbekona bir udumda qatnashishi video bo'lib dunyoga tarqalishi yomon narsa ko'rmayman. Bu yaxshi imij beradigan holat. Shunchaki qandaydir moddiyat bilan bog'liq sovg'alar yoki arzon reklamalardan uzoq turish, foydali va zararli jihatlarni aniq ajratib olish talab etiladi. Mana shunaqa katta odam bo'lish, katta jamoada o'ynashning ilgari kuzatilmagan jihatlari ko'p. Hali 2 oy ham bo'lmadi. Abduqodir Chelsi bilan debyut o'yinida qanday og'ir ahvolga tushib qolgani yodingizda bo'lsa kerak. Qisqa vaqtda u o'ziga berilgan imkoniyatdan maksimal foydalandi. Har tomonlama o'zini ko'rsatdi. Jamoadoshlari, muxlislar, mutaxassislarning yoqimtoyiga aylandi. Klubda oyning eng yaxshi futbolchisi deb o'tildi. Bosib o'tilgan bu qisqa, lekin og'ir yo'l oldida bugungi sinov hech narsa emas. Umid qilamizki, Manchester City'da Abduqodir o'zini haqiqiy professional sifatida namoyish qilishda qolgan joyidan davom etadi. Hurmat bilan, Qahramon Aslanov.